Xitoy fabrikasi bilan ishlash oson emas. Tadbirkorlar eng ko'p uchraydigan 3 ta muammo. Ularni bilasizmi? Birinchi muammo til. Siz ruscha va inglizcha gaplashasiz, lekin zavod menejerlari hammasi ham bu tilda mutaxassis emas. Natijada xato tushunishlar, noto'g'ri mahsulot va kechikkan yetkazib berishlar. Bitta tadbirkor bilan gaplashdim. 3 oy davomida noto'g'ri detallar kelgan, chunki spesifikasini xato tarjima qilishgan. Ikkinchi muammo bu sifat. Buyurtmadan oldin siz namuna ko'rasiz, hammasi yaxshi. Keyin katta partiya kelgandan keyin namunadagidan ancha farq qiladi. Fabrika ba'zan birinchi partiyada sifatli, keyingilariga arzon material ishlatadi. Uchinchi muammo muddatli. Fabrika aytadi 3 haftada tayyor bo'ladi deb. Siz buyurtma berasiz, to'lov qilasiz, 3 hafta o'tdi. Yana 1 hafta kerak deydi. 1-2 oy o'tadi, yuklaringiz hali ham tayyor emas. Shu vaqtda sizni mijozingiz kutadi, pul yo'qotadi va ishonch yo'qoladi. Bu 3 ta muammoni qanday hal qilish kerak? Birinchisi, Xitoyda xitoycha gaplashadigan tarjimon yo'llang. Ikkinchisi, fabrikada har bir partiyani inspeksiyadan o'tkazing. Uchinchisi, aniq muddatlarni kelishib, shartnomaga muddat kechiksa kompensatsiya shartlarini kiritishni talab qiling. Xitoy fabrikasi bilan muammoingiz bormi? Directga muammo so'zini yozing. Biz sizga bepul maslahat beramiz va muammoingizni hal qilib beramiz.